Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Ishlatilgan mebel kanaliga mebellar qo'yishda davom etamiz. Zo'r narsalar olib kelib berdik. Kupeli shifonier, antikvar stenkalar, birma-bir hammasini tanishtirib o'tamiz. O'sha kupeli shifonierdan boshlaveramiz. Buni razmeri 2.60, bo'yi 2.5 metr, holat ideal sostoyaniyada. O'rtalar, aynalari ham butma-butun. O'rtalari polka bo'ladi mana. Ikki tomoni yeshilga bo'ladi. Mana yeshilgali joylari. Materiali eshiklar MDF dan chiqarishli bo'ladi. Xo'p, buni narxini 2.3 million vodiy ichida dastlabkamiz bepul. Mana shu katta 2.60 ga, bu 2.5 metr katta shifonier. Xo'p, ba'dan partamiz bor, dars qiladigan, ham kompyuterniy stol, ham parta, holatlar tiniq holatda. Ichlari. Buni narxini 600 ming qilib beramiz. Buni narxini 600 ming qilib beramiz, holati tiniq. Bu ba'da stenkamiz bu antikvar. Bitta e'tibor berib berasizlar, like bosib, obuna bo'lib kuzatib boringlar, holatlar tiniq holatda. Bag'i mana ruchalari ham temir. Ichlari yangi, ichlari pashti yangi holatda mana. Bunda razmeri 4.5 metr, uzuni bo'yi 2.30. Bunun narxini 4.3 million vodiy ichida dastlabkamiz bepul. Shifonier joyi mana. 4.3 million vodiy ichida dastlabchilarimiz bepul, antikvar tiniq stenka. Xo'p, mana ba'zi servatlarimiz bor. Buni razmeri 1.10, holatlari tiniq, qulflari 100% ishlaydi hammasi. Buni narxini 350 ming qilib beramiz donasini. Sherigi bor, 350 ming tanlab olaverasizlar qaysi bir yoqsa. Ba'da germanskiy servatimiz bor. Aynalari ham bitta to'rib qo'yasizlar. Hamma yo'q radni o'ziniki, ochib yopishlari ham zo'r mana. Taylari. Ham shifonier, ham servan, ikkita vazifani bajarasizlar. Buni narxini 850 ming qilib beramiz. Germanskiy ham shifonier, ham servan, narxi 850 ming. Xo'p, ba'da mana Ruminskiy servatimiz bor. Buni narxini 700 ming qilib beramiz. Holatlari tiniq, hamma yo'g'i yog'och bo'ladi. Ish holatlari mana. Buni narxi 700 ming. Sherigi bor, Ruminskiy hamma yo'g'i yog'och bo'ladi. Buni ham narxi 700 ming qilib beramiz mana ichlari. Aynalari ham radni o'ziniki, polkalar taxta polkadan, yap vaqtida. Hamma yo'g'i yog'och bo'ladi. Xo'p, ba'da kamotimiz bor. Ruminiyaniki, hamma yo'g'i yog'och, uchalarni yangi qo'yib berdik. Buni narxini 400 ming qilib beramiz. Taxtali shifonierimiz bor. Polkalari ham qo'yib beramiz, bor polkalari. Buni narxini 700 ming qilib beramiz. Ochmoqchilasiz toshni, hamma yo'q taxta. Ba'da polshani shifonieri bor. Holatlari tiniq, hamma yo'q paldirobga. Polka joyi, ochmoqchisiz toshni, tortmali joylari mana. Ichlari mana, tiniq holatda ichlari ham. Hamma yo'radni, ochmoqchilasiz plashni. Yoni ham shunaqa yaltirab. Bu narxi 1.5 million vodiy ichida dastlabkamiz bepul bilan. Tiniq shifonier. Ba'da mini stenka bor, razmeri 3.5 metr, germanskiy, hamma yo'g'i radni o'ziniki, ichlari ham tiniq holatda, polkalari ham bor mana. Aynalari ham radni o'ziniki, qo'lda kesmaydigan ayna. Buni narxi 2 million vodiy ichida dastlabkamiz bepul. Bitta, ikkita, 3 dona 3.5 metrli stenka. Xo'p, ba'da bonus bor buni. Bonusiga bunaqa tumbasini qo'shib beraman. Bonus bor. Tumbasi 2 million ichida. Xo'p, ba'da kresloyimiz bor, jip kreslo. Holatlari tiniq. Buni narxini 450 ming qilib beramiz. Cho'xiniyimiz bor ba'da. Buni materiali buni 100% MDF dan. Sushilkalari hamma yo'g'i joyida. Polkali joylari mana. Sushilka adini olmaysizlar, sushilkasi ichida bo'ladi mana. Mo'ykalari ham bor, matviy mo'yka. 2 qavat tekstil, bundan 1 million 100 ming qilib beramiz. Xo'p, ba'da 1.40 lik ko'xinimiz bor. Holatini buni mo'ykalari ham bor. 2 qavat tekstilet. Mo'ykani tayi. Polkali joylar. Buni narxini 850 ming qilib beramiz. Mo'yka bor, sumisitilishli, buni narxini 250 ming qilib beramiz. Jaloyimiz